siz bilan qiyomatda gaplashaman deydiganlar bor. Qiyomatda sen avval o'zingga javob berib yubor. Namozing bitunmi, ro'zing bitunmi? Ehsoningda riyo bo'lmaganmi? Nikohing buzilmaganmi? Masalan, o'tgan safar aytib berdim. Masalan, inson o'z jinsiy a'zosi bilan birovni og'ziga so'ksa yoki kallangga deb so'ksa, bunda nikoh buzilib qoladi xotini bilan. Talaq tushmaydi-yu, nikoh buziladi. Borib nikohni yangilab olmasa, tug'ilayotgan farzandlar nikohsiz tug'ilgan bo'ladi. Bularni kim o'rgatadi bizga? Dinimiz o'rgatadi. Nima uchun oldingi odamlarda tug'ilgan insonlarda oriyat kuchli bo'lgan, dayus bo'lmagan, xotinini qizg'angan, ayolini qizg'angan, singlisini qizg'angan. Biror o'rinda ayolini yarim yalang'och ko'chaga chiqarmagan. Aytdik-ku, agar ovoz bilan inson martabasi baland bo'lganda, eshakning ovozi hammani ovozidan baland bo'lardi. Agar quvvat nuqtai nazaridan erkak kishini erkak deyilganda, filni quvvatiga hech narsa yetib bormas edi. Agar ochiq, sochiq yurishlik go'zal bo'lganda, maymun birinchi o'rinda olardi. Shuning uchun mana shu o'rinlarda nima bo'lyapti? Har bir o'rinlarda musulmon odam o'zini yig'ishtirib olish kerak. Gapim bor, so'zim bor deb har xil narsalarda gapirmaslik kerak. Allohdan qo'rqish kerak. Allohning bergan umrini go'zal qilib o'tkazishlik kerak.